bunlik go'sht qovurib bermoqchilar. Bugungi ujinga 8 oyog'li ovqat, moshno'dasidan salat, bodringli kimchi, sous, qalampir va chesnok. Bularni go'sht bilan birgalikda salat bariga va kunjut barigiga qo'shib yeyiladi. Yoqimli ishtaha. Vah, o'ldirsa ham go'sht o'ldirsin. Bu Koreyaning mol go'shti juda ham qimmat Koreyada. Boshqa davlatdan keladigan molga qaraganda Koreyaning mol go'shti juda ham qimmat. Mol go'shtini mazali qilib yeyishni o'rgataman. Mol go'shtini qovurib olasizlar, kunjut barigini olasizlar. 역시 한우. Kunjut barigiga guruch, mol go'shti va Koreyada go'sht qovurganda botirib yeydigan o'zlarining sousi bor, samjang degan. O'sha sousdan ozgina olib qo'yasizlar va chesnok qo'yib, shuni yeysizlar. Bismillah. Voshamaza. Va yana salat barigiga xuddi shuni qilib yesangiz ham bo'ladi. Go'shting ozgina qotdi deb yana ozgina qovurib beryaptilar. Chunki bu go'shtni pishirib sirazu yesa mazali bo'ladi. Hammasini pishirib olib sovutib yesa bemaza bo'ladi. Shuning uchun ozginadan qaynonam pishirib beryaptilar. 이거하고 밥만 먹어.